Qordaqni qormasdimi mizili qig'ili bo'larmi? Toza mo'zillar tuqqanlar bugun biz qordaqni qormaylar. Shundoq oddiy usul bilan bir qipaqayni qurg'izliqlarga taymaydi, ko'ngilni aynatmaydi. Yaqimiydiga ballarni yog'lini shumirib yavirdijimu. Oldimlar barliq tirishitqa do'stlarni alayda qo'llab rag'batlantirayotgan do'stlarga ko'p rahmat aytaman. Bir qism do'stlarimiz varkan tayin yo'q tilishdigan jubolar kirib soatlab ko'rib pul tikdirg'achi. Yama sehi ekan bu odamlar desa bekorlik yurakim pishig'liq kitdi ekanmiz. Aka qo'llash nada turg'ay juboq qo'ydi ekanmiz, ona qilmayni tuqqanlar. Buni xeyli jur'at, xeyli kuch, vaqt, zehn bilan qiytqa zo'r billar bu. Hammalar bilmaydigan yerda emas. Shunga menili demayman, mush tirishitqa hamma tuqqanlarimizni, hamma do'stlarimizni bittar yurak bilan bir qo'llab qo'yayni. Hammamizning yo'llarimiz ochiq, qalblarimiz yo'q qo'g'ay. Amsi boshlarga tuqqanlarga hojarni maxsus qilmagan bo'lgandagi tafsilotini tushuntirib o'tamidim. Mayli hojar qilingizlar, nasilingizlar, layma mantiq qilingizlar, nima qilsangizlar, anoriniki yeshil organik unida qilsangizlar, birdek sog'lom bo'ldi, yana birdek quruq miyallaysizlar. Haligo mayada qo'rdoq varg'u, o'zini yesangizlar bir xil bug'doy porab turdi. Unniki ustiga mashnaq bo'lsa bizlar qaymoq surkab qo'ysangizlar, agar qaymoqlar bo'lmasa, suv yig'ib unni munqiy qilib surksangizlar bo'ldi-ku, qadim usul bo'yicha. Aka bu hojarlarni dumlab qo'yib, bu pishqichaq biz qo'rdoqni dumlayni ya. Mana mush hozir ko'zda tartib bor, mush bo'yicha saylan saqsaq bo'ldi, ust-ustunlarni tangshab. Aka mush har bir sayning shundoq o'zining bir ta'mi bo'ldi-ku, sodda bir xil payzi, shunga voy narik tutib qo'ygan deb o'tamay tuzma